Salom, sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Ushbu videoda men sizlarga qanday qilib Amarkets brokerdan registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'taman va partner kodlarni, silkalarni qanday ishlatishni o'rganib olasiz. Demak, registratsiyadan o'tish juda ham oson va kompyuter va telefonda ham bir xil. Har ehtimolga qarshi telefondan ham qanday registratsiya qilishni ko'rsatib o'taman. Demak, ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, videoning tagiga qarang, shu yerda demak opisaniyasida silka qoldirganman yoki bizning mana bu Telegramdagi Forex sirlari gruppamizga kirishingiz mumkin yoki saytimizga shu yerda ham mana Amarkets brokerdan registratsiyadan o'tish uchun silka, mana silkasi, promo kod va undan tashqari Amarketsga doir alohida darslar to'plamini ham mana Amarkets Namangan degan gruppaga kirsangiz shu yerdan topishingiz mumkin. Undan tashqari mana shu YouTube'da ham Amarkets degan playlistga o'tsangiz, xuddi shu brokerga doir hamma darslar bor va hamma darslarning tagidagi videoni qarasangiz silkalar bor. Demak, hozir qanday registratsiyadan o'tishni ko'rib chiqamiz. Demak, mana shu demak silkani ustiga bosib o'tishingiz mumkin. Telefon orqali bo'lsa, albatta bosib o'ting yoki silkani kopiya qilib olib, brauzerga kirib, brauzer oynasiga buni vstavit qilib ochishingiz ham mumkin. Mana ochganingizda mana bunday oyna ochiladi, o'zbek tilida ochiladi. Dunyo moliya bozorlari savdo qiling degan va bu yerda mana hoziroq boshlang degan sariq knopka paydo bo'ladi va bu yerda birinchi sarmoyangizga 15% depozit ham beramiz deb qo'ygan. Ya'ni bu degani $100 tashlasangiz $115 bo'ladi degani. Va hoziroq boshlang degan knopkani bosish orqali registratsiyadan o'tishni boshlaymiz. Mana bosdim. Bosganimda demak mana bunday oyna ochiladi. Bu yerda ba'zi ma'lumotlarni to'ldirish kerak. Bular qiyin emas. Demak, birinchisiga ism, ikkinchisiga familiya, uchinchisiga email, to'rtinchisiga telefon raqamini yozasiz va mana bu yerga pitchga qo'yasiz va mana bu yerda menda partner kod bor degan yerti bor. Shuni ustiga bitta bosasizda partner kodini yozishingiz kerak. Mana partner kod mana bu. Men buni demak video ostida yozib qoldirdim. Mana shuni demak bemalol foydalansangiz bo'ladi. Demak, partner kodni olamiz va xuddi shu yerga qo'lda yozsangiz ham bo'ladi yoki kopiya qilib olasiz. Mana partner kod bor yer degan yertiga to'ldiramiz. Va mana bu yerga partner kod degan yertiga kodni kiritasiz. Mana UJE4B deysiz va hamma ma'lumotlarni to'ldirib hisob ochish tugmasini bosasiz va shu bilan registratsiya davom etadi. Demak, registratsiyani bosganimizda mana registratsiyadan o'tdik. Mana xush kelibsiz deyapti. Xo'p, bu yerda mana X bosib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, hisobingiz muvaffaqiyatli yaratildi deyapti. Demak, 15% cashback berar ekan, taklif muddat 48 soat debdi. Demak, 48 soat ichida $100 ga pul to'ldirsangiz 15% demak hisobingizga qo'shib berishadi. Depozit qo'ying va savdoni boshlang debdi. Shaxsiy maydonga o'tish. Bo'ldi. Endi sirazi nima qilsak bo'ladi shu yerdan. Demak, verifikatsiya qilsak bo'ladi, lekin mabodo siz X ni bosib olgan bo'lsangiz, hozir mana kabinetimiz bir ko'ramiz. Mana kabinetimiz shu holatda, mana sizga ochilgan hisoblar shu yerda hamma narsa ko'rinadi. Ko'ryapsiz, juda unchalik qiyin emas. Mana shu tarzda nima qilsangiz bo'ladi? Sirazi hisobni to'ldirib ishni boshlasangiz bo'ladi. Mana to'ldirish degan knopka mana ikkita yerda turibdi. Bemalol o'zbek tili bor bu yerda. Demak, foydalanib ish boshlasangiz bo'ladi. Amarketsni ham O'zbekistonda demak dilerlari, ofislari bor. Bu ham ishonchli brokerlardan desak bo'ladi. Blogerlar ham rosa reklama qildi buni. Faqat bitta sharti shu, birinchi martasiga $100 depozit qilasiz, tamom. Endi nima deydi? $100 dan kam bo'lsa-chi, men $100 pulim yo'q-ku deganlarga endi aslini olganda $100 qilib qo'yganning sababi ham bor. Chunki misol $10 qilib qo'ysa, $10 ga savdo qilib bo'lmaydi, to'g'risi. Xo'p, $50 qilib qo'ysa deylik. $50 ga ham ishlasa ham bo'ladi, lekin juda ham apasni yutqizib qo'yishingiz ehtimoli juda ham yuqori. Endi hatto $100 bilan ish boshlasangiz, o'shanda nima bo'ladi? Hatto $1, $2 ga ko'paytira olasizmi? Mana shuni hisobga olib, ular $100 depozit qilgan. Demak, birinchi depozitni $100 ga to'ldirib ish boshlashingiz mumkin. Keyingi videolarda demak verifikatsiyalarni ham pul to'ldirish chiqarishlarni ham ko'rsatib o'taman va bular haqida alohida yana avvalgi darslarimiz ham bor. Boya eslatib o'taman. Mana Forex sirlari Telegram kanalimizga kirsangiz, shu yerda mana Amarkets Namangan degan gruppa bor. Shu yerga kirsangiz mana hamma 20 dan oshiq videolar bor, darslar bor. Bemalol kirib ko'rib, verifikatsiya qanday qilinadi, qanday pul to'ldirib chiqariladi, hammasini o'rganib olishingiz mumkin. Sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha, video ostida albatta silka va promo kod bor. Undan registratsiyadan qiling va ushbu brokerdan bonuslar olib ishlang.